Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'quvchimiz aka-ukalar. Assalomu alaykum. Savdolar bilan. Rahmat. Men jildi chiroyli holatda. Alhamdulillah. Yakshanba Allohga chiroyli. Endi dushanba kuniga xalqimiz mana yana sizni kutyapti. Bugun ham Va yana kutyapti deng. Kutyapti. Moskvada kutib, Germaniya, Turkiyada kutib turadi. O'zbekiston seriallaridan o'tib ketdi. Qashqirlar deydimi? Qashqirlar kutgandek kutgan akalarimiz bitta layklarni, podpiskalar bosib turamiz. To'lqinlagan obunachilari. Akalar, bugun erta dushanba kunga nima qilib berasiz aka, o'zingiz ayting. Men aytsam agar akalar haligi aksiya demaymiz, bo'lmaydi, ande demaymiz. Bunaqa sizga yarashmadi aka degan aka-ukalar ham yozyapti. Abdushiy, u odamga ham Abdushiy rahmat, hurmatlar deb yozib qo'ydim. Sizga tegishli. Bu to'g'ri gapiryapsiz. O'zingiz gapingizni ayta oling degan aka-ukalarga bugun o'ta qiziqarli, o'ta go'zalidan bo'ladi. Bugungisi o'ta ham qiziqarli. Hali Qashqirlarni qancha kutgansanim yana ham kutyapman va yana kutyapman. Bu shunaqa undan ham go'zallik bo'ladi, xudo xolasa. Bu seziladigan bo'ladi. Haliginaqa borgan, haliginaqa narxlar ham to'g'ri yurakka, to'g'ri miyaga deydi, venaga deydi, qon tomirga shunaqa bo'ladi aka. To'lqin akadan o'zgacha, ha. Men inson ham mashina minyapti. Bugungisi o'zgacha bo'ladi. Mashinalarni ko'rsatdingizmi ukajonim? Hammasini ko'rsatdim. Mashinalarni ko'rsatdinglar, mashinalar. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar bir qadam yursanglar 10 qadam yuryapsiz. 10 qadam yursanglar yugurishni boshlayapsiz akalar. Shunga qarab zaka topganlar to'xtatilmayapti. Mana shu aka-ukalar uchun mana shu endi podpiskalarni dadadan qilib bermasanglar bo'lmayapti akalar. Podpiskalarni To'lqinboy avtodan olamiz, baraka topamiz degan yangi kanallar ham ochib qo'ydi akalar. To'lqinboy avtodan olamiz, baraka topamiz degan yangi kanallarimiz bor. Bir lakasi, manzil, qanaqadir haliginaqa shunaqa chug'ur ishlar bo'ladigan bo'lsa ham bunga ham like podpiskalar bosib qo'yiladigan bo'lsa yangi narsalar tashalib ketyapti. Avtosiga ham hali baraka yangi kanallar. Endi hozirgi o'yingiz boshlab bering bo'lmasa. Qanaqa savollardan boshlayman. Moskvadan chet eldan ko'pchilik so'rayapti, mashina olmoqchi, uydagilari kela olmayapti yoki olishga uspet qilmayapti. Mana hozir qarang, realniy narsa. Bu yerda 10 ta inson kelibdi. Videoda 30 minut miyamizdagi kamida 2 ta sotilib ketgan. Uzoqotda ulgurmayapti. Dastlabkamiz bormi? Dastlabki qilib beramiz. Dastlabkilar bor akalar. Uyda haliginaqa erkak kishi o'g'li, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, onasi, qanaqadir singlisi, opasi, shunaqa kennosh, shunaqa ayollar bo'lib qolib, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ayollar kelsa ham, misol uchun nomiga o'z ko'rib mashinani mana shu yerda misol, mana shu syomka orqali ko'rib tanlab zakirat tashlab, mana shu meniki deydigan bo'lsa, uydagilar nomiga qilib bera olamiz. Bonusi bilan olib beramiz. Ha, bonusiga olib borib beramiz. Undan tashqari chiroyli bitta nimadir kam ko'rsa bo'ladigan bo'lsa, qilib ham beramiz mashinaga, ha? Hisob. Asta 4 ta nomer qoldirib qo'yamiz. Akalar telefon qilaverasizlar. 24 soat davomida operatorlar kechasi kunduzi Telegram, WhatsAppdan musofirdalar yozinglar, iloji bo'lsa biz O'zbekistondan bora olmayapmiz deyapti. Ko'pchilik Endi keyin mana hali Malibu'da Captiva'ni yozayotgan akalar, Labo'da yozayotgan aka-ukalar, buni Labo'da olib keladigan bo'lsa, Labo'larda gap bo'lishi mumkin emas. Sindirib yuborar ekanmiz, enasini ko'rsatib yuborar ekanmiz. Labo purushlar dod deb yuborar ekan. Shuning uchun bitta bo'lsa Labo'dan tirikchilik qilib deb o'zlari iltimos qilishganiga olib kelmayapmiz akalar. Shuning uchun yo'q deb yana yozadigan bo'lsanglar iloji yo'q, sizlarning gapinglar gap bo'ladi. Baba, xalqning gapi gap bo'ladi. Hech iloji yo'q. Bizning gapimiz emas. Endi yana yozishaveradigan bo'lsa, endi iloji yo'q, olib kelib beramiz endi. Labo'dan olib kelib beramiz. Malibu 1 deyotganga Malibu 1 ham olib kelib beramiz. Captiva deyotganga Captiva ham. Shu ozgina manaqasi qoldi-yu, mashinadan tirikchilik qilib turaylik deyishayotgan aka-ukalar shuning uchun olib kelmayapti. Bu yog'ini aytadigan bo'lsa, u arzimagan narsa olib kelib narxlarni, enalarni ko'rsatib yuboryapsiz, adablarni beryapsiz. Lasetti yozgan aka-ukalar qator Lasetti olib kelib qo'ydi. Nexus deyotganlarga Nexus, Cobalt deyotgan Rangil Cobalt, mana kimga Gentra nimani xolasa shunaqa. Yili qanaqasi kerak bo'lsa shunaqasi akalar. Bugungisi o'zgacha bo'ladi deyapman, portlaydigan narxlar ham bir kunga aka, yana dokument ichida qilib berasizmi? Ma'lum. Hozir dushanba kungacha deydi, dushanba kungacha dokument yangi ko'rayotganlar bo'lishi mumkin-da, sizni muxlislar. Generalnisi ichida akalar ertaga kunga bemalol shashilib, tolamon qilib bismillah deb olib ketilaveradi. Kimga qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, ketdi bo'lmasa bismillah deb ishlarimiz boshlanadi. Hozircha telefon raqamlarini aytamiz. 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 648 0001, 91 193 0001. Shu raqamlarga telefon qilinadi, taylarga yozib qo'yiladi nomerlari. Undan tashqari Andijon Toshkent stansiyasi, Piyospiyani Andijon Toshkent stansiyasimiz.
Toshkent, Andijon, Andijon, Toshkent. Va yana shunaqa istagan yerda O'zbekiston ko'chani shunaqa joyda savdo qilyapti. Ko'chada taksida kelsa bu yerga qanday kelamiz? Yospiyani oxiri. Rakastaga olsa chiqaradi. Kommentariy so'rashyapti. Shu narsani men shuning savolni bari sizga beraman. Oson tushunaylik. Qanday kelamiz bu yerga? Andijonga kelib mashinamiz yo'q. Ko'chada kelyapti avtobusdan mingan boshdan. Bu yerga qanday kelamiz? Andijon shahar O'zbekiston Shu narsa ko'chasi. adashmovchilik bo'ladi. Toshkentdanki bitta Andijon shaharda. Toshkentdanki yo'q Andijon shahar. Vokzalda Endi bitta, vokzalda Toshkent bitta bor, deyapti. bitta vokzaldagi. Velosipedda O'zbekiston ko'cha deganda bitta bor, xolos. Bitta. O'sha Toshkentda lakasta uchun qo'yganmiz bu yerga. Men bu narsaning guvohi bo'ldim. O'tgan safar bir ikkita insonni o'zim olib keldim. Nima gap? Kelyapti mashinada. Eski joyingiz bor. Eski yo'q. O'sha qarab ketyapti. Akalar, Eski joydan emasmiz, akalar, eski joydan emasmiz. So'rayapman men qanday kelamiz. to'g'ri. Baribir o'zbekmiz, dehqonchilik shu deyapman. Yangi joydamiz, akalar, yangi joydamiz. O'zbekiston ko'cha Toshkentdanki bo'ldi, To'g'ri, boshqa to'g'ri. lakasta yo'q. Butun dunyo bilan Telefonlarimiz O'zbekiston ishlayapti. Mana ko'chasi. shu aytilgan raqamlarga telefon qilinaveradi. Akalar, bemalol shu raqamlar orqali lakasa desanglar, Qaysi lakasa nomer ko'tarilmasa, har bitta videoda olib ketgandan keyin bir kundan keyin hammasini olib chiqib shagird nakazat qilinyapti, nakazat qilinyapti. Telefon qilinglar, meni o'zimning kanalimda, o'zimga qilinglar, o'zim kelib gaplashaman. Meni nomerimni bering, ana shu olmagan odamga. Bo'ptimi? Akalar, bo'lmasa keyin mashinani tanishtirasiz. 3D xizmatlarimiz ham bor, aytib ketamiz. Jiguli 06, 07 qanaqadir Tiko, Nexia 1, Nexia 2, Matiz shunaqangi mashinalar bo'ladigan bo'lsa, Damas 1, yangi mashinalar, eski mashinalar, jibochiga bartillarimiz bor. Bismillah boshladiganmiz aka. Shunday deb mana shu Damazdan boshlab ketaman. 2024 ga 25-yil 16 ming yurgan gaz, suv, svet Oqqo'rtagiga desa shamolga borib, bo'ronga qaytadi, holi Moskva, holi Toshkent deb turibdi. Buni bozorda 8,5 ming deyapsiz, bizga bo'ladigan bo'lsa 7800 dollarga ertaga kunga kimosh savdosi boshlandi. Ketdi. Boshlandi akalar. 7800 dedi. 7800 dollarga kimosh savdosi boshlandi mana. Chig'ir qo'llari tayyor ekan. Narsa ham qo'yilmagan ekan. 16 ming yuribdi. 16 ming yurgan ekan. 740 davlat raqamda. Buni Demaymiz. Kerakmi deyapti. qani? Oldiga turib olingchi. Qani? Lopimga chiqinglarchi qani? Nech pul dedingiz buni? 7800 dollarga generalnisi ichida qilib beryapman mana. Hojiga bozorda Bozorda sotib 8,5 ming oldi. dollar deyilyapti, 16 ming yurgan yo'q. Hamma mashina minsa ham bozor tushiraylik. Bizning maqsadimiz bozorni sindirish. Bozor narxi ekana bir xil Hozir ekana siz nech pul tushirib bersin ayting. 200 mi 300 mi aytingchi? Ko'rish tushirib bering. Nech pul oladi aslida? 7400. Men ham 7300 ga qilib beraman. 7300 ga qilib berasizmi? Ertaga kunga Ikkalamizni bo'ladigan bo'lsa gapimiz ikkalaringlarni gapinglar ketdi. Men ham bitta tushirib beraman. 7300 dollarga generalisi ichida ketdi. Rahmat aka. 7300 general. Akalar ertaga bir kunga kelib. Umuman petnosi ham liftopkasi ham Toza yo'q. deyilyapti, tozaga kelishilyapti, tozaga 10 ta emas 30 taga ko'rsatib olinadi. 100 javob. Mashinaning kraskasi bo'lsa aytiladi. Boshqacha gap yo'q. Kelaverasiz. Mana shu tomondan tanishtirib yuboraymi deya turdim. Bunday kelib, bunday kelmaylik. Bo'ldi bunday. Cobalt'ni, mana shu Cobalt'ni avtomat manaqa xatodan ko'ra qaymaydi ekanlar. Bunisini bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7800 dollar generalnisi ichida avtomat коробка 14 ga 15 kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yurish suvga o'xshab baliqqa o'xshayapti mashina. Buni bozor bo'lib olyapti aka, sal. Ayting. Qanaqa qo'yaylik? Ayting uka. 7600 ga aka. Aytyapti, mana aytaversin. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7100 dollarga bittada to'xtatamiz. 7100 dollarga generalisi ichida ketdi. Dokument qilib beriladi 7100 dollar. Savob qolasan, yumshoq akalar. Bunisi 2019-20 xatodan ko'ra qaymaydi. 180 ming yurgan. Kilometrini 280 ming yurib. Chig'ir qo'llari tayyor, avtomat коробка. Hamma yurishlari ham 3-qaysi. Konditsioner, gaz, suv, svet hamma yo'q bor. O'ta go'zal mashinamiz, qiziqarli, zerikarli emas mashinamiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10 ming dollarga kim bozor bilan qanaqa oladigan bo'lsa bozordan 300 dollar arzon aytyapman mana. Aka, Ha, 19 ga 20, 19. yurgani 200 ming yurgan a? Ha. Oqqo'rtagiga desa shamolga borib bo'ronga qaytishing ham bor. Qo'li ko'ksida. Nima xizmat aka Qasam deyapti? ekan bu, ayting. Jilbilidan bu, Adingansiridan bu. Bunisi nech pul? Bunisini 7300 dollarga qilib beraman, 14 ga 15. Aka bunisini 6600 ga qilib bering aka. Ertaga kunga 1000 dollarmi? Ha, 6600 ga qilib beraverasizmi? Ertaga bo'ladigan bo'lsa 6500 dollarga generalisi. 6400 ga general. 6300 ga generalisi. 6300 ga general ichida. 358 ekan nomeri. Davlat raqamini ko'rib olinglar. Kraskasini so'rayotgan to'xting aka bitta eshitib qo'ysin. Bitta kiringlarda yirtiq mashinami degan fikrga kelmanglar. Unisini aytib deyilyapti. Harib qolmagan, harib doskada qolgan aka. Aka mana uni Bonisini ham 10 aytaylik. Ha, 10 ming 9 mingga qilib bering buni aka. Srazimi? Razi.
Yili nechi buni? 19 ga 20. 20 deyilyapti. Yutganini bildirma deyilyapti. Mashina go'zal deyilyapti. Yurgani ham 200 mingga borib olmagan, shunaqa deyilyapti. Bo'pti aka, keling, Manglateli shom bo'lib qolyapti. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 8800 dollarga generalniy ichida mendan ham orqada qaytish yo'q. Juda baland hoji aka. Juda baland, ha? 8,5 ming aka. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 8200 dollarga generalniy ichida ketdi. 20 ni. Baland aka. Baland. Bitta to'xtataman bo'ldi. 8 Bitta ming to'xtat, dollar. aka, Bo'ldi, bitta. 8 ming dollar. Bozorda ham hech qayerda yo'q bu. 8 ming dollar. 7900 ga generalniy ichida ketdi. 2200 dollar ichi ketdi mashinadan. 2200 dollar. Hisob. 20 ya, olinglar, kelinglar. To'rtlar yangi akalar. Javob qo'llarda tayyor. 245 ming yuribdi. Ishlarni olib qo'ymaymizmi o'nalarniki? Yo, olmaymiz. Hamma 6300 ga generallar ichida akalar. Yangi javob qo'ying. Javob qo'llarda tayyor. Bo'linglar endi hozirgi tezlash. Uxlab qolmasdan. Ichlari chatoq bo'lsa, yo'qmasa aytishaverar ekan. Yangi chexol Yangi chexol, aytgan chexolini qo'yib beramiz. Bunisini bo'ladigan bo'lsa kechagi kunga 8800 dollarga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8400 dollarga generalniy ichida qilib beramiz. Kami bormi? Nima qilib beryapman? Yana kamaytirib bering aka. 8300 ga qilib Yili beraman. nechi o'zi buni? 18. 8 ming ham deng aka. Ertaga kunga bo'lsa hisob ketdi. Xo'p. 8 ming generalniy ichida akalar. 500 so'rab yo'q. Kraskasi yo'q, 2018-yilda ishlab chiqarilgan toza mexanika bunisini bo'ladigan bo'lsa 7800 dollarga qo'yib berar ya. 8000 demadim, 7800 ga qo'yib bering. Yili nechi dedik? Yili 18 toza. 18 toza ekan. Hojati yo'q ko'rsatishga. Yo'q, bu qimmat. Aka, buni yo'lida qilib bering aka, diskalari ham bor ekan, ha? Ya balon hamma yo'q. Umuman kraskasi yo'qmi aka? Kraskasi yo'q, Redline diska ekanmi? Nechi pul dedingiz aka? Nechi pul dedingiz? Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, o'z 8000 dan balandida hozir siz mana bunaqa qimmat deya o'rganingizga hijolat olib 7800 qo'yib yubordim. Biz klientlaringizga aytaymi aka mashina? 500 dollarga olsa nomerigacha qadab beraman men. Yanimdan. Kim olsa, ha? 500 dollar. Ertaga Mana bo'ladi. ertaga bir kunga. Mashinalarni tanlab olinglar. Yo'q, Mashinalar qo'ying. bo'ldi. 500 dollarga nomeri teg pasportigacha beraman. Kim olsa? Ertaga bo'ladigan bo'lsa 400 dollarga nomer teg pasporti bilan qilib berishga majburmiz. Dokumentiga shunaqa ketadi aka. 400 dollarga chiqsa ertaga. Hop, общий nechi pul aslida? Hech pul bo'lyapti. Bu yog'ini aytib qo'y, oxirgi tan narxi. 7600 dollarga ketdi unda. 7300 dollarga qilib beramiz. Hamma yo'q ichida. 7200 dollarga ketdi, hamma yo'q ichida. Nomer qadashigacha. Nomer qadami Generalniymi o'tkazib berishmi? O'tkazib berishi bilan Nomer nomer qadashi teg berishmi? pasportlari ichida. Nomer teg pasportlari ham Eskida ichida. 7200 ga 7200 dollarga davlat raqamini ko'rib qo'yiladi akalar. 06 Kraskasi yo'q 63. deyilyapti. Haliginaqa yirtmidi, Yana bitta gap, ulanganmidi, aka, yana bir bitta- narsa degan gap so'z yo'q. Kraskasi yo'qqa kelishyapmiz akalar. Hop, yana bitta gap. Generallik chiqmas uchun mahna qilyapti deb o'ylamasin. Generallik bo'lsa qolgan pulni qaytib beramiz. 100 ketdi. Hisob 7200 dollarga ertaga kunga bir kunga ketdi. 400 dollarga ham chiqarib olishga harakat qilyapmiz. Hisob. Ha, 500 ga deydi ekan, men 400 dollarga chiqarib yuboraman dedim. Naqd pulga oladigan bo'lsa 7200 dollar, kimga bo'ladigan bo'lsa bismillah deb olib ketaver. Agar generallik olaman desa 6700 dollarga beramiz aslida mashina. Bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Bunisi 2020 midi bunisi? Ha, 20 aka. Bunisi 2020 haligimi? Avtomat. Komplex aka, ruxsatnomalari bor. Mexanikasi ekan bu. Ha. Bunisini 8800 dollarga hisob qo'ygan mashinamiz ekan. 1400 ga chiqarar ekan. 1400 dollarga nomiga nomer teg pasport hamma yo'q ichida oylik to'lov bo'ladigan bo'lsa 3 million 300 ming so'mdan oylik Aka, to'lov. mana muxlislaringiz, klientlaringizga hammasiga mana lasetti so'rashuvdi, mana olib kelib qo'ydi aka. Qator. Xatolashtirib. Ketdi. Lasettilarni aytib ketamiz. Ertaga kunga mana ko'rayotgan bo'lsanglar 6,5 ming dollardan 6 ming dollarga tushdi. 6,5 ming 6 ming dollarga tushib 5,5 ming dollarga tushdi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5 ming dollarga generalniy ichida qilib beryapti. 2009 mi buni? Yilini aytmadingiz. 2012-chi. 2012 mi? 2012-chi. Generalniy ichida. Generalniy ichida 5 ming dollarga 4900 ga qo'ydi hoji aka, 4900 ga. 4900 yana 4900 ga generalniy ichida. Dokument qilib beramiz. Ha, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4900 dollarga generalniy ichida. 180 oldi. Biz 2013-yilda ishlab Aka, chiqargan bitta gap. Ha. Uchovini ham bitta qo'yamiz narxini. Avtomat. Uchovi ham bir-biridan solishaveradigan mashina. Shunaqasi, anaqasi. Kraskasi yo'q. Uchalasini ham 6,5 ming dollardan ketdi. Kraskasi yo'q uchovini. Onda petnosi bor. Yo'q. Petnosi bor, kraska uni deyala. Bitta kriloda bor, mana uni ham bitta krilosida bor. Mana ham sabajogida bor, xolos. Shu yillarini aytib yuboringlar akalar. 2013-yil, 2009-yil, 2011-yil.
11 9 Uchalasi ham 6,5 ming dollardan. Avtomati ham, mexanikasi ham, yurgan, turgani ham, kraskasi ham pashti yo'q desa bo'laveradi. Aka 6000 dollarga generalni ichida qilib beramiz. Uchalasini ham. Ha, tanlab olishaveradi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6900 dollarga, 5900 dollarga generalisi ichida ketyapti. Uchalasi. 5900 ga. Uchalasi ham tanlab olishi. Mo'minlar ko'rib olinglar, tanlab olish. Davlat raqamlarini ko'rib olinadi. Boshqa gap mana aka. Qaysi tomondan yuradi? Qaysi tomondan? Damasdan boshib turib, nariyadan kelib Masparti tugatamiz. Hasan O'ksan bo'la 24. Hasan O'ksanlar, ikkalasi ham 24 ga 25, ikkalasi ham 16 2800 motor bo'ladi. Bunisi ham xatodan. Bu 370 teskari ikkalasi sotildi. Uni sotildi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa ikkalasini ham 10 ga o'xshab. Aka, bitta mana shu Damas egasi haqiqiy haligida ukaxoningiz ekan, Moskvada turib, dastlabki qilib oldi. Pulini kartaga tashlab berib ketdi. Abdushir Rahmat, kam bo'lmang, kasal bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin, ota-onalar mashina qilib, yangi mashinalarda aylantirib o'rnatib nasib. Mana shu bola asakalik bola ekan, asaka tomonidan. Ikkalasini ham 7800 emas, ikkalasini ham 7,5 ming dollardan hozir ijorat qilib oldinglar. Ikkalasini ham 7,5 ming dollardan qo'ydi. Yo'q aka. Generalni ichida qo'ygan. Nima dedi? 7,5 dan qo'yganmiz. Biz buni. Ko'rganmiz, ha. Uni qo'ladiganimiz 7300 dollardan generalni ichida. Yo'q, yana bitta 100 so'mdan tushing. 7200 ga generalni ichida. Hisob. Ikkovi ham. Ikkovi ham. ikkovi ham 7200 ga generalni ichida. Olotga ikkovi ham 20 mingdan. Endi uni bitta ko'rsataman. Hoji aka bu mashina juda antikvarda. Ichlariga chiqib mashina sinab bering, mashina emasdi. Bo'lganlar 2800. Shok spravkaligini ham aytib ketamiz, shok spravka. Shok spravka mana juda pokiza mashina. Mana ko'ringlar, hozirda 18 mi bu? 20 deyishyapti. O'rta tekkizib, bir xuddi eshikni yoptiring, qori bola. Kiraski umuman yo'q. Eshigini yopilasan. Ha, eshik kiraski umuman yo'q. Aka buni 5000 emas, 5000 dedik hozir. Bunisini ertaga kunga bo'ladigan sirasi narxini tushirib aytaveraman. Ertaga kunga 4600 dollarga generalni ichida qilib. Voy aka, unda yangi olgan yaxshi-yu buni, yilini. Keling, Yangi mashina, yangi. Yili eskida baribir. O'zi yangi. Hop, 4000 qilib bering aka. 4000 qilib beringda olomon bo'lib ketadi mana shu mashina. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa hisob 4000 ga generalni ichida. Hisob, mana Ketdi. Toshkent 4000 ga generalni ichida. Endi mana boshladik, jentralar. Qani jentralar, bunisi bo'ladigan bo'lsa egasini ham o'zini ham ko'rsatib beramiz, nomida odamni. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7800 dollar generalni ichida. Yo'q, balat aka, vashi balat. 2015-yil. Balat. Rangi qalbingiz rangi. Balat. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Balat aka. Ayting. Haqsiz xursand qilaman. Gapiring, hoji aka. Nech pul dedingiz? 7800. 7800. Yani 300 olvardim. 7,5 7,5 ming dollarga. Endi bu yoqqa uyini qaylantirib oladi, men olvorsan. Bo'p 200 oldim, 7300 ga qilib bering. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7100 dollarga generalni ichida hisob kitob ketdi. 15 7100 ga generalni 345 davlat raqamlari bilan, auksion nomerlari bilan 345. Yurgani qancha buni yurgani? Aka bu rol qurg'uchi, Qo'qonli akamiz ko'rgan. 300 ming yuribdi. 300. Baraka bo'ldi. Sotilgan mana bu. Yo'l qurg'ich sotilibdi. Bunisi mana yangi mo'tadil, yangi jentra 2014-yil. Qiziqarli zerikarli emas, gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni ham 7,5 ming dollarga olaman mana deganinglarga bunisini 7,5 mingga qo'yib beryapman. Generalni ichida. Kim nima deydi? Aka men ham bitta portlatib beraymi? Mana shu mashinani ertaga bo'lsa aka bitta aytaman tushirmaysiz. Men bitta qo'yaman. Yo'q, men tushiraman, sen bo'lmaydi. 67 ga qo'yib bering aka bo'lmasa. Ertaga 66 ga generalni. 66 ga generalni ichida ekan. 16 necha yili buni? 14 yili. Aka uni o'zingiz ko'rib. 290 ming, 92 ming yuribdi akalar. Yo'q, ma'qul joyga Uni ham bitta aytib berdik, doktor mingan desa, nima bo'lmasin, haqiqiy doktor mingan 160 ming yurgan. 9000 dollarga, 9600 dollarga qo'yganmiz. Endi ertaga kunga bo'ladigan 9300 dollarga qilib beramiz. Nimaga qilmadi? Nimaga qilmasa bo'ladi? 9600 ga qo'yib 9200 qildingizmi? 9300 ga qilib beryapman. 9000 ham deng aka. Tushirib beryapman. 9000 deyinchi. 9000 bo'ladigan bo'lsa 160 ertaga ming yurgan ekan, ko'rdingmi? yurgani ham halol ishida. 200-300 ni olavering 9000 ga qo'ying. 9000 dollarga generalni ichida. Yana baland hoji bu. Bugun bozor ko'rdi 900 sotildi mana shunaqa mashina. Bozordan 88 ga qildi. 87 ga generalni ichida. Hisob bo'laveradi. 87 ga akalar. 950 ko'rib. Bunisi mana 2000. Yozib olyapsizlarmi bolalar? Narxlarni yozib olyapsizlarmi? Yurganida qancha buni yurgan? 2014 ekan,
Testa monitorlarigacha bor, kameralarigacha bor zaten. 168 ming yuribdi. Pulini ayting, pulini ayting. Bunisini ertaga bo'ladigan bo'lsa 7000 dollar generalniy ichida qiladi. Bittada. 7 ming generalniy ichida. 10 motor ekan. Bunisi bo'ladigan bo'lsa Aka 2015 avtomat korobka bunisini 7800 dollar qilib beradi. Ha? Nima dedingiz? Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7800. Avtomat ekan bu. Generali yo'q. Yo'q, ishtimasi yo'q. Mashinada Ishtima yo'q. 7800 dollarga. 7800 generalniylari yo'q ekan akalar. Eslab qolinglar 850. Siz 7000 ga sotaman dedingizmi hozir? 67 ga har dorim bor. Yo'q. 67 ga har dorim bor deb o Aksiya qilaman, bomba Aka, qilib mana shu bo'ladi. mashina hozir sotiladi. Bitta bomba qilib qo'yinglar aksiya. Bitta bomba. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa shu mashinani o'z 7000 dollarga qo'ygan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 65 ga qo'yib beramiz. Generalniy. Hozir bitta bangladaymi? Yana tushun. 59 ga generali ichida 59. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 58 ga generalniy ichida. Yana bitta. 58 ga, ha? 5800 dollarga generalniy ichida kim ko'rsa ko'rib olar. Xalq uchun bitta tushib qo'ymadimi? Ham aytib beramiz. Chexollari ham go'zal, salonlari ham chiroyli ekan. 5700 ga olib ketdi akalar. 5600 dollarga ertaga generalniy ichida u degan 5500 Hali dollarga keling hech baraka narsa qiling. bermaymiz. Bekorga. Alloh barakasini bersin. Kim minsa yaxshi kuniga ota-onasini xizmatini Sizda qilsin. nech pul qo'yganingizni bitta aytib qo'ying yana. Boshqalarda. 5500 dollarga hech nima qilib bermaymiz. 5600 dollarga generalniy ichida ketdi. Bomba bo'ldi mana bomba. Bularni ikkalasini ham ko'rgan bo'lsanglar, eng oxirgi 3 ta 15 Cobalt'larni 7300 dollardan qo'yib berganmi? Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bularni ham o'zi asli 7200 dollarga ham berilgan, 7100 ga ham berilgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hech nima qilib berilmaydi, 6800 dollardan ikkalasini qilib berilgan. Yillari necha Hech yillari? nima yo'q. 15 yillar 15. Ikkalasi ham 15. 15. Bittasi 160 yurgan, bittasi 500 ming yurgan. 160 Hech 500 nima ming. so'rashmaydi. 6800 dollardan shunday qo'yib berdi. Betnosi bor akalar, bu toza pashti. Qani o'ta oldi. Ketdi, hozir. 15 165 190 degan. Rasmiy deylikmi? Yoshligim esimga tushib ketdi mana necha biriga qarab. To'lqin aka. Bu hali Lolani sharmanda qiladigan tarvuzni ham qizili, lolani ham qizili deydi. Bardovi ashlana qasdi gapini, lolani ham sharmanda qiladigan bardovi. Kraskasi pashti toza deyapti bu. Pashti toza, yili 2000-yil. Buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 3000 dollarga generalnisini ichida qilib beramiz. Mashina o'tadilar. Bu nechta ko'rgan yaxshida buni. Nexia 1 bu. Nexia 1mi? Az lolan sharmanda Ha bu qiladi dedingiz. eshini maza qilib minadigan mashina ekan u. Nexia 1 sharmanda qildi. Ayta Nexia bo'lishlar. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 2,5 ming generalnisi ichida. Kim nima? 2200 ga generali. 2200. Qanchaga? 2200 ga generali. 2200 ga generalnisini ichida qilib beraman ertaga bir kunga faqat. 2200 ga akalar 380 ming. 500 ko'rdi. Siz o'zingiz 3,5 ga sotaman deyapsiz. Buni 4300 dollarga qo'ydik. Bu mashinamizni anaqa uslitlari ham bir tomoni yechilmagan ekan, bir tomoni yechilgan ekan. Mashina o'ta go'zal. 7 million 600 ming so'mga motorlarning rasxodlari bilan ko'rsatib ham bera olaman. Xolasa hozir ham olib ko'rsatib bera olaman. Novdan qilingan motorlarni olib ketgandan chiqarib olasizlar. Mashina hadovoy, motor, korobka o'ta go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri gapirish, bugun kun bo'yi 4300 dollar deydi. Bugun kunga endi sraz 500 dollar olib tashlaymiz. Buni qo'ladigan bo'lsa 3800 dollarga hisobdan qilib Mana beramiz. shu To'lqin akani bomni patchi hamma klientlarga bitta beraman. O'zim yanimdan bo'lsa ham qo'shib beraman. 500 dollarga men chiqarib beraman. 500 dollarga Общий chiqarib short beramiz. 2700 dollar. Общий short 2000 men to'layman. 500 tushirib Olash olyapsizmi? patchali klientlar 500 tushirib olyapsiz. 2700 500 dollarga chiqadi. Qolganini men beraman. Bo'ldi, tamom. Hozir necha pul olgan? 2700 bo'ldi. Bo'ldi. 1100 dollar chiqib. Yo'q, 2600 dollarga qilib beramiz. Bo'ldi, hisob. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2600 dollar, kimga qiziq oladigan bo'lsa 500 dollarga Nexia 2 ketdi. Aka xursandchilik oladigan bo'lsa hozir ustidasiz, baraka. 500 dollar kim bersa 2600 dollarga, 500 dollarga chiqyapti. Xursandmisiz? kim olsa olsin mana. Ko'ringlar, 7 million 600 mingga motorlari ham qilingan tayyor. Shunisimi? Ataylab keldik, kerak oldi. Keling. Keling, Tervaldan keldik. 15-yil Mokriy asfalt o'ta O'zini go'zal. so'ragan. Ha, Mokriy so'rayotgan juda ko'pchilik qiziqadi. Bundan 2 dona olib kelib qo'ydik. Bitta u boshida turibdi 15. Bitta mana turibdi. Ikkalasi ham 5,5 ming dollardan qo'yib beraman ertaga kunga bo'ladi. 5,5 ming. Bitta aytaman men.
Bitta ukamiz g'azo yozyapti, kommentariyada ham o'qiganman. 10-15 o'qiring, nexia bo'lsa aberinglar to'g'ri. Hop. $4300 qilib beramiz mashinani aka. Oddiy ashbola nasib. Ertaga bo'ladigan bo'lsa $4100 generalniy ichida ketdi. 4100, 4100 2015 o'rtada. 4100 ga generalniy ichida. 5,5 ming yilga narsa mana $4100 generalniy ichida. U degani $4000 sразу naqd pul bersa olib ketsa bo'laveradi. Hech nimasi kerak emas. Generalniy federalniy qilib berilmaydi. Bunga bo'ladigan bo'lsa 2010-yilda ishlab chiqarilgan petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, dokumenti generalniysini ham qilib beramiz, boshqasini ham 6 oyga variantga ham beramiz. $2000 pul beradigan bo'lsa, qolganini $5,500 ga ukam pul bor, $5000 ga beraveramiz. Bunisi bo'ladigan Nexia 2007-yil o'ta go'zalidan Nexia 1 legenda so'rayotgan aka-ukalarga buni $3300 ga qo'yib beraveramiz. 2007-yil mashina o'ta go'zal holatda. Ichlarni ham, ukajonim ichlarni ham olib bunday ko'rsating, men odam bilaman mazza bu qilsin, Nexia'ni. qayb qilsin-da. Odamda ko'rsin, yozilsin. O'rtalar 2007-yil. Mashina juda holati zo'r. Aka keling. Ha. Aka $700 ga chiqarib beraman mana shu mashinani. 700 mingga chiqarib beraman. $700 ga chiqarib berasiz, ertaga $700 ga chiqarib beradigan bo'lsa, pulidan necha pulga qo'yib beraysiz? Siz necha pul dedingizmi? Eshitmayapman. $3300 ga qo'yib beryapti. 3000 deng aka. $2900 ga generalniy ichida qilib. Hisob 2800 qilib qo'ying. 2700 ga qilib beramiz. Hisob 2700 generalniy generalniy ichida. 700 puli bo'lsa chiqadi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2009-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini $3,500 ga qo'yib beraveramiz ertaga kunga. Bu ham aka $700 ga chiqadi. Generalniy ichida. Hop, $3,500 ga. Yo'q. 3,5 emas, 3200 ga. Ertaga bo'ladigan bo'lsa $3100 ga generalniy ichida. $3000 ga. $2900 ga generalniy. $2800. 2700 ga generalniy ichida. 2700 ga tushgan. 2700 yordi. Uylangan odam bo'lsa $300 ga chiqadi. Ertaga bo'ladigan bo'lsa akalar $300 ga ketdi, men to'xtadim. Hisob. Hisob. Bunisi 14-yilda ishlab chiqarilgan juda go'zal mashinamiz. Mashinani qaysidadir kraskasi chiqib Petnosi bor holat Petnosi chiqib 2014-yil. Buni akachating narxi bor buni aka. Ha. Ukamizga berdim, Qo'qqisdan Rossiyaga ketib qoldi, bank qilib. Buni moni qarang, moni uchalasini ham 14, mana 15, uchalasini ham $5,500 dan qo'ydi. Bo'ldi, u savdoni bitib qolibdi uni nargisi. Mana uni kelavering aka, bitta aytib qo'yaylik aka. Bo'pti. Aka bu общий summaga aka 4200 ga beramiz aka. 2014-yil aka. 4000. Onlayn domenini qilib beramiz. Yo'q, bankini yopib bering desa, sразу yopib yuboramiz. O'ziga qilib beramiz. Yo'q, mana shu bank holati shunday olaman desa, dokument o'zimiz nomimizda. Dokumenti bizdan bo'lyapti. Ha. Akalar ertaga bo'ladigan $4100 ga dokumentini biz qilib beramiz. Xo'p, общий summasini ham aytib ber. Ha. $1400 man kelsa bo'ladi. Hech qanaqa rasxod qilmaydi. $1400 bilan chiqaradi. Hop. Bunisi 14-yil. 2014 petnosi ham yo'q. Bunisi bo'ladigan bo'lsa kraskasi yo'q toza, bunisini $5,500 ga qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa men o'zim to'xtatib qo'yaman. $5000 ga generalniy ichida qilib beramiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bo'ladigani shu. To'xtadi mana shu. 5000 generalniy ichida akalar. $5000 ga to'xtatib beramiz ertaga kunga bo'ladi. Bu sotildimi? Yo'q. Buni $5,500 ga qo'ydik, ho'nom bilan buni $5,500 ga qo'ydik. Hozir xaridor kim bo'lyapti bu yerda? Ha, Qodirxon aka. Keling aka, promoda berib yuboramiz aka, o'ting. Olasizmi? Aksiya qilib arzonroq. Keling, aksiya qilib berib yuboramiz. Keling. Aksiya qilib beramiz deyapmiz aka. Promoda. Juda. Qani hoji aka ayting. Men $5,500 aytdim mana. Ha. Ayting, gapiravering. 4,5. Qolganini qanchada berasiz? 4,5. Hop, qolganini qanchada berasiz? 1,5 oyda. 1,5 oyda. Kelishdik, rozimisiz? Baraka qulluq olsin. 1,5 oyda berarkan 5,5 ga mana kelishdik. 5,5 demayapti, 4,5 deb noto'g'ri eshitib oldingiz. 4,5. 4,5 beryapti bu. Qanchada berasiz desam 1,5 oyda. To'ryarim bir oyda qolganini hozir 2600 ni beradigan bo'lyapti. Yo'q, buni aka naqdga sotamiz. Naqdga olasizmi tog'a? Yo'q, naqd. Hop, bankka bersangiz olasizmi? Qolganini. Keling, nech pul berasiz? Mana promoy bo'lyapti. Ayting, mana yolg'on gap yo'q. Yolg'on nima yo'q? Bankka oladi. Arzon bo'ladi. Akachi
Keling, o'ting. Kelinglar endi. Bitkizib beraylik, bu video ketyapti. Hozir videodan keyin unaqa narxlar bo'lmaydi. Ama bitta arzonlab beramiz, gapiringlar. O'z borini gapirib qo'ydingiz-ku. Ya hozir buni 4,5 ne kadar 4,5 bo'lsa, hozir 2600 ni bersa, hozir necha pul qolyapti? Ben 2000 qol. Yo'q, ular aytganda 1900. 1900 1,5 oyda bersa bo'laveradimi? Yo'q, naqd pulga aytib ketyapsiz bu yerda. Ertaga indinga molni sotib kelib, qo'yim sotib kelib, yo'q plastik bilan Bankka beraman desangiz bo'laveradi. Bankka bo'lsa bo'laveradi, sразу bo'lsa bo'laveradi. Variantga bo'lsa kelishamiz, nasiya savdo bo'lsa boshqa Variantga o'tib u pulga ololmaysizlar. Hozir bu yerda naqd pulga aytib ketilyapti, xolos yetmaydigan bo'lsa bankka olaman desa, Vaqtimiz o'tib ketyapti, bo'ldi. 1 soatga ketib qolyapti, bo'ldi. Nima qilamiz? Bank qila oladi-da uni. Xo'p, aytinglar, so'ranglar, berib yuboramiz. Kim oladi? Kim oladi? 5000 ga olarasizmi tog'a? Naqd pulga deydi. Qodirxon aka, eshiting. 5,5 ming qo'ygan mashinam $5000 hamma dokument ichida qilib beraman. Hisob. Generalni qilib beraman, bank transportini qilib beraman. Ursamisiz? Bo'ldi, ko'rib turisharsiz. Oxirida aytib beramiz, akalar sotilmagan sotilgan. Bu bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $2200 generalni ichida qilib beramiz. Bunisi 2011-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini ham $2200 generalni ichida qilib. Ikkovini ham 2000 dan generalni ichida. $1900 ga generalni ichida. 1900 ketdi akalar. Bittasi 6 yil. Bu 6-yil, 2006, bu 2011. Mokriz so'rayotgan, sifat so'rayotganlar, jiqa so'rayotganlarni Kraskasini so'raganlarga aytib o'taman, 10% dan petnosi bor mana. Bu tozaning jari tegmang. buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $7200 ga generalni ichida qilib beramiz. Aka, bozor bahosi bo'lib Yangi videoda o'chirib yubormang. Aka. Yo'q, bozor bahosi emas, bozor bahosi bo'ladigan bo'lsa sal balandroq boryapti. Bo'pti, aka, 6,5 mingga qilib beramiz buni, aka. Sizdan Ertaga bo'ladigan bo'lsa $6400 ga generalni ichida bo'lyapti. 6300 ga qilib berasiz. $6200 ga generalni ichida ketyapti. 6100 ga general ichida. $6000 ga generalni ichida ketyapti. Hisob. $6000 generalni ichida. 918-yil. Mokriyas bor. Oq. $5000 dan generalni ichida qilib beramiz. Nech pul? $5000. Aka 5000 dan 2 oldi qo'ygan ekanmiz. Hoji ham ko'rgan ekan. Shunday turibdi hozir. Ha, Buni yo'q, narxi o'zi narxi Siz tushib bering bo'pti. Men aytmay, o'zingiz tushib bering. $4900 ga generalni ichida Hisob, kelasi ham. malatdes. $4900. Bitta nima bibirini ham aytib qo'ying. Salondan chiqqandan beri gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan, gaz teshigi ham yo'q akalar. Mashina o'ta bir qo'lli maza qilib minadigan. Yurgani ham 123 ming, qaysi biridir? 120. Bunisi 124, bunisi 200 ming yurgan. Gaz umuman qo'yilmagan. Yurgan probelga Teshigi bo'lsa ham bekarga. Teshigi ham yo'q akalar. Hisob. Maza qilib Benzinda minilgan ekan. Benzinda minilgan. Bunisi avtomatik korobka, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $6300 ga, oxirgisi $6300 ga generalni ichida qo'yib qo'yilgan. 100 so'm tushib bering aka. Ertaga bo'ladigan bo'lsa akalar oxirini tugatish uchun 200 so'm tushdi, $6100 ga generalni ichida qilib beramiz. Ayting muxlislaringizga Endi hammaga. kimga akalar qanaqangi kamchilik, shunaqangi haligi bizga nega Bu tutmas? akalar, aka nima shashiltirgani odamni ko'ring, u savdo qilishingiz kerak yo'q. Hamma tushib Hamma kutyapti mana. Shuni aytyapmiz, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa akalar qanaqadir kamchilik, shunaqangi gap so'zlarimiz bo'ladigan bo'lsa o'zimizga aytaylik akalar, qanaqangi xizmat bo'ladigan bo'lsa u negativ degan fikr bo'lmaydi. Yozuv degan narsalar bo'lmaydi aka, noto'g'ri tushunmaymiz shuni. O'zimiz kamchiliklarimiz bemalol yozaringlar. Bolalar telefonni ko'tarmasa, shunaqa narsalar, mashina umr ko'tarilmayapti deb shu bolalar to'g'risida o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'rilab bir-birimizni akalar mashinani qanaqangi kamchiligi bor, qanaqa mashina olib kelishimiz kerak, shunaqa. Imonom Bitta qolib ketdi. mashina ham bitta avediyo, mashina ham bitta aylantirib urib o'tib ketaylik. Yaskasi qayerda buni? Qanchaga chiqyapti bu? Oylik to'lovchi? $7800 ga to'g'ri kelyapti. Oylik to'lov, boshqa to'lov $1800 ga 3 million qanchadan to'g'ri keldi? 3,5 ming so'mdan 4 yil. 3,5 million so'mdan oylik to'lov 5 yilga o'zining nomiga nomer 4 yilga. 4 yilga. O'zining nomiga nomer pasportlar bilan chiqyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like podpiskalarni enakan akalar mana bu hammaga mana shunaqa yordam qilyapti. Xudoga shukr, alhamdulillah shu Allohning izmi bilan akalar. Shu qilayotgan yordamlarni akalar podpiskalarni dada-dadan qilib bermasanglar bo'lmayapti akalar. Podpiska uyiga beyiga olib borib bunday ko'rsatsak ham podpiska kerak bo'lar aka. Mana u 20 ta, 20 mingta, 24 mingta odam deganimiz bilan unchalik ishonchga kira olmayapmiz. Podpiskalar dada-dadan qilib 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 million bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa akalar biz ham sal ko'tarilamiz. Shu
yugurishimiz, qadam bosishimiz, mana shu xalqqa og'risiga ham mazamiz yo'q bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, qashqa bo'lsa ham, mana shu xalq xizmatidamiz, shu harakatdamiz hoji akalar. Hoji, kecha kommentariyada bir ikkitasi yozibdi, mashinani egalarimi xaridorlar debdi. Unaqa negativ bildirganga o'zi gapirib qo'ying. Shompay turibdi, bu yerda egasi yo'q, bittasini ham. Egasi Yo, unaqa men gapiray unaqaga akalar. Unaqa akalar, qalam o'tkirlar shu yerga kelsin. Menga yoki emas. Nomerimni ham qo'ygan. Yo'q, kelsin, nima qiladi telefonda? Unda ham barib qalam o'tkir. Bu yerda birovning boshqasini to'lqinagan Bo'ldi, shu yerga kelsin. Beradi deydigan emas. Bunaqa narsa yo'q akalar. Kelib aka qarang, shu to'lqinagan kanal yozyapti-ku, meni kanalimga video yozmaydi. To'lqinagan kanal video yozayotgan inson rasxotigacha kerak bo'lsa men qilib beraman. Kuniga $100 obetimi necha pul kelsa men qilib beraman. Keling, kechgacha o'tiring. Bu Ko'ring. narx tushirish Ha. mana Alloh turibdi bir ssenariy emas, kelishilmagan. Pramoy hamma yo'q. Kelsin deyapman, kelib ko'rsin. Bolalar ham yozib yuribdi narxlarni. Kuniga 500 ming topsangiz kelib ko'ring. Vaqtingizni ajratib bo'ldi. Akalar biz Bonusi ham bor, bonusi kelishsa. Allohdan bu, Alloh berayotgan narxlar bizim haliginaqi iminni kelishib olib yo ukam bilan yo hoji aka bilan yo bilan unaqa Kelishilmaydi bu narsa. Xudo beryapti, qanday mana shu narxga qo'yasan deb dilimizga solib shu narxga qo'yilyapti akalar. Ziyoni bo'lsa ziyonini aytilyapti. Bu kelishga vaqtimiz yo'q biz mana. Xaridorlar ko'rib turibsiz mana. 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06, 07 qanaqadir Tiko, Matiz, Damas, Kamaz shunaqa mashinalar bo'lsa, bartillarimiz bor. Undan tashqari telefon raqamlarida aytib ketamiz: 90 525 45 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 raqamlariga murojaat qilinadi akalar. Qanaqangi gap so'z oladigan bo'lsa kommentariy yozamiz. Kimga nima xizmat oladigan bo'lsa xizmatdamiz. Rossiyadagi UDB aka-ukalarga hammasiga omad, sog' bo'linglar. To'qinaga promoda baraka qilib qo'ying bitta mashinani keling. Keling tog'a. Yana bitta baraka. Nexiyamiz nima bo'ldi, Nexiya? Baraka qilaylik. Keling. 165. Bo'ldi, keling. Aka 6,5 mingga buyurdi. Ashnaqa qo'yib. 6,5 ga qo'ydingiz. Menga endi bunaqa qo'yilgan yo'q. Eshitib olarasiz, nima qilasiz? Eshitib olarasiz. Eshitib olasiz videoni. Yo'q, 6,5 generalniy için o'zingizlar qo'yasizlar dedi. Qo'yaylik, bunaqa qo'yilgan bo'lsa bekarga oq mashina. Javob. $7,300 ga qo'yilgan narsani $6,800 ga qo'yib berdim dedim. Ana hozir ko'rasiz videoni. Hozir ko'rib olarasiz. Hop. Qo'yib beraman. Ana aka xayrlashaylik. Hammaga omad, sog' bo'linglar akalar, umringlar uzoq bo'lsin. Hammamiz baxtimiz, bir-birimiz baxtimiz sog' salomat bo'laylik. Rahmat aka. Kommentariy yozganlar orqasiga ming